Voqea surasi haqida. Savol. Assalomu alaykum, ustoz. Voqea surasini kechasi bir qatim o'qisa, peg'irliq ko'rmaydi degan hadis sahihmi? Agar o'qish joiz bo'lsa, vitrda namoz ichida o'qisak bo'lamdi? Vitrni bir rakat qilib surani butun o'qimdiq yoki 3 rakat qilib surani bo'lib o'qimdiq? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Voqea surasi Qur'ondagi 56-sura bo'lib, uningdagi 96 oyatning hammasi yoki ko'p qismi Makka da nozil bo'lgan. Tavhid haqiqatlari va qiyomat kuni haqida to'xtalgan bu sura o'qurmanning ko'nglida iymonni kuchaytirish orqali oxiratga tayyorlanish, salih amallar orqali Allohni rozi qilish ruhini paydo qiladi. Alloh taolaning birligining dalillari, kamoli qudrati va uning iznolarini bayon qiladi. Sakrat va dunyodan oxiratga yo'tkilish paytlari, oxiratda hisob ilinadigan chog'dagi insonlarning turlari, har bir turning oqibati, har birining jannat yoki do'zaxga loyiq bo'lishining sabablarini, shundaqla Alloh taolaning qudrati taqdiri va irodasi oldida insonlarning to'liq ojizligini misollari bilan ko'rsatadi. Voqea surasini o'qisa, namoratlik yetmaslik haqida bir necha hadis kelgan. Biroq ularning ichida biror sahih hadis yo'q. Masalan, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimiki Voqea surasini har kechasi o'qisa, uningga mangu piqirliq yetmaydi degan. Bu hadis bakla ojiz hadisdir. Yana bir variantida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yuqori hadisni rivoyat qilgandan keyin men qizlarimni o surani har kechasi o'qishga buyurdim degan. Bu ojiz rivoyatdir. U rivoyatda yana Aisha radhiyallohu anhaning ayollarga mundoq deganligi kelgan. Sizlardan biringlar har kechasi Voqea surasini o'qishdan ojiz kelmasin. Demak, Voqea surasining namoratlikni to'sadigan alohida bir fazilati yoki uni har kechasi o'qishning alohida fazilati haqida ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yoki biror sahobadan sahih rivoyat kelmagan. Yuqorqi rivoyatlardagi ojizlik ancha ig'ir emas deb baholagan va ojiz hadisga bu turli ishlarda amal qilsa mayli deb qaragan ba'zi olimlar Voqea surasini namoratlikdan qutulish niyatida o'qisa bo'ladi deb fatvo bergan. Masalan, Saudiya Arabiston olimlaridan Shayx Salih al-Fawzan va Islom to'g'ri fatvo organining fatvolariga o'xshash. Bularning fatvosi bo'yicha u surani ashundoq maqsadda namoz sirtida o'qisa yoki vitrning bir rakatida butun o'qisa yoki 3 rakatga bo'lib o'qisa bo'ladi. Lekin cho'nqurroq tekshirib qaraydigan bo'lsak, u rivoyatlardagi ojizlik xalila ig'ir. Hatto bu hadislarning ba'zilari to'qilma chiqadi. Shunga bu rivoyatlar bilan u alohida fazilatni isbotlag'ili bo'lmaydi. Chunki ojiz rivoyatlarga bu turli fazilatli ishlarda amal qilishning sharti uningdagi ojizlik bak ig'ir bo'lmasligi kerak. Yuqorqi rivoyatlarni bayon qilgan ba'zi olimlar uni mundoq izohlagan. Uningga chiroyli sabr qilish bilan katta ajr va'da qilingan bo'lg'achqa, uningga namoratlik ziyon yetkazolmaydi. Yoki bo'lmasa, bu suraning rizq va tirilg'uga munosabatli mazmunlarni ifodalagan oyatlardan oladigan ko'ngil ozodaligi, Parvardigorni tunish, tavakkul qilish, uningga tayinish, o'zini va ishini uningga topshirish qatorliq imoniy foydalar qo'lga kelguncha, uningga ko'ngli namoratlikqa yaqin bo'lmaydi. Albatta, Qur'onni Allohning dinini tushunish, to'g'ri aqidani o'zlashtirish, shundaqla har bir harf hisobi bo'yicha uni qiroat qilishdan qo'lga keladigan savoblarni ko'zlab o'qish lozim. Eng yaxshisi alohida bir fazilat bayon qilingan suralarni ma'lum vaqtlarda o'qishdan boshqa Qur'onning hamma suralarini navbat bo'yicha o'qib o'rganish zarur. Uni o'qib, yaxshi o'rgansa va yaxshi amallarni qilsa, bu ishi o'quvchini oxiratda ajr va martabaga erishtirgandekla uningga dunyodami foydasi bo'ladi. Qur'on o'rgangan kishi dunyoda tortayotgan javr, zulm, jafo mushaqqatlardan yengillab, Allohning ulug'ligini his qiladi va uningdan yordam tilaydi. Natijada uningga keng rizq ato qilinishimi, barakat berilishimi, hatto nurg'un chiqim ketadigan kasallik yoki baloyi qazodan saqlanib qolishimi mumkin. Buning uchun Allohdan baloyi ofatlardan saqlashni, rizq ato qilishni tilash bilan birga tirikchilik uchun tirishish,
sababini qilish lozim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Qur'on o'qinglar, chunki u o'qigan kishilarga qiyomat kuni shafaat qilguvchi bo'lib keladi. Baqara bilan Al-Imrondan iborat ikki nurli surani o'qinglar. Chunki bu ikki sura qiyomat kuni xuddi ikki parcha bulutdek yoki soyavandek va yoki qanotlarini ochib ikki qur bo'lib tizilgan qushlardek o'qigan egillarini oqlaydi. Baqara surasini o'qinglar, chunki uni o'qish barakat, tashlab qo'yish hasratdir. Uni sehrgarlar o'qiy olmaydi. Yana bir hadisda mundoq degan: Kimiki Allohning kitobidan bir harf o'qiydi ekan, uningga bir yaxshilik yoziladi. Bir yaxshilikqa 10 hassa savob beriladi. Men alif, lam, mimni bir harf demayman, balki alif bir harf, lam bir harf, mim bir harfdir. İmam İbn Qayyim rahmetullahi alayh rizq keltirdigan, siqilish va aziyatni ketkazadigan zikrlar ustida to'xtalganida istig'for aytishning ahamiyatini ta'kidlagan va Allohning payg'ambari Nuh alayhisalomning Qur'onda mundoq deganligini bayon qilgan. Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar, chunki u haqiqatan ko'p mag'firat qilg'uchidir. Mag'firat tilasanglar, sizlarga mo'l yomg'irliq bulut avatidi. Sizlarga mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib beradi. Sizlarga bog'larni ato qiladi, o'stanglarni ato qiladi. Yana bir oyatda Alloh taolo kimiki Allohdan qo'rqidi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li beradi. Alloh uningga o'ylamagan yerdan rizq beradi. Kimiki Allohga tavakkul qilsa, Alloh uningga kifoya qiladi. Shubhisizki, Alloh deganini qilg'uchidir. Alloh har bir narsa uchun bir o'lcham bekitgandir degan. Vallohu a'lam.